Assalomu alaykum jigarlar. Bugun sizlar bilan Malibu 1 va Malibu 2 lar narxlarini so'rab chiqamiz. Sizlar uchun arzon narxda albatta topib qo'yamiz. Video yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar, adushi. Sizlar bilan o'sha men Yuray Xurshid bo'laman. Bu Malibu 2 miz. Kimdan ekan bu? Cho'ti ko'rinyapti. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Ha, banda. Mana yil nechi buni? 18. 100 ming yurgan. 18 100 ming yurgan. Turbo. 2 turbo ekan. Kraskalar toza. Amerikanskiy top. 10 kilosida ozgina petnosi bor. Kraskasining 10 kilosida ozgina petnosi bor ekan. Mana shu yerda bu yoq toza deyapti. Polni shumka bo'lgan, tomlari aligan tomlari. Polni shumka bo'lgan ekan, tomlari aygan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Saloni ham cho'tki, ideal holatda turibdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Metani bor-a? Metan? Metan yo'q, benzinda yurgan ekan. Qancha deyapsiz buni aka? 20 ming so'raymiz. 20 ming. Naqdga. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. Telefon nomeringizni 90 970 95 51. o'sha nomerlarga mana bu yerda qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga Malibu 2 qorasidan ko'rsatamiz.